Sen bunga tayyormisan? Yo'q, lekin men buni qilaman. Qani ketdik. Ahmad o'z qilayotgan ishini menda ko'rsatishiga qaror qildim. Telbalik. Ha, men buni bilaman. Ammo uning ishini tushunishimga biror narsa yordam beradigan bo'lsa, bu ana shu narsa edi. Yaxshimisan? Ha, sovuq ekan. Shunday ham bo'lishi kerak. Bu ish sodir bo'layotganda men o'zimga butun vaqt davomida gapirmaslikka ahd qildim va men jarayonga kirishib ketishim uchun bor kuchim bilan harakat qilaman. Bu bir oz harakat talab qiladi, lekin men buni qilishim kerak edi. Shuning uchun men jim bo'ldim. O'zimni yuvilishi kerak bo'lgan jasad o'rniga qo'yib, sodir bo'layotgan hamma narsani o'z ichimga oldim. Xo'sh, qadrli birodarlar, subhanalloh. Biz hozir marhumni yuvishga tayyorladik. Ular shu yerda kafan bilan o'raladi. Bu oxirgi kiyim bo'ladi. Sadar qo'shildi. Men o'zimni bezovta his qila boshladim. Suvimizning harorati issiq. Men o'zimni makonsiz his qildim. Birodarimizning ismini aytib niyat qilamiz. Va bu yerda birodarimiz Kamol. Va biz aytamizki, men o'zimni noqulay his qildim. Go'yo kimdir mening shaxsiy olamimga bostirib kirayotgandek. Men qochib ketmoqchi bo'ldim, lekin qila olmadim. Shunday vaqtlar bo'ldiki, men qimirlashni xohlab aytgim keldi. To'xta, og'zimni yopma. Ko'zimga sovun kirmasin. Lekin men buni bo'lishiga qo'yib berdim. Axir o'liklar gapira olmaydi-ku. Ko'ryapsizmi, bu konfor. Unda juda o'ziga xos hid bor. Bu o'lim hidi deyiladi. Chunki ana shu vaqtda men shunchaki yuvilishi, kafallanishi va ko'milishi kerak bo'lgan jasad edim. Har bir inson boshidan kechiradigan safar. Va bu mening xayolimdan ketmagan narsa edi. Men boshqalarni ta'sirlantiradigan yoki uyg'otadigan videoni ijro etayotgandek o'zimni his qildim. Shunday birodarim, mana bu yakun. Men kameralar sababidan bu ish oddiy holatga aylanib qolishini va voqeaga sho'ng'iy olmasligimni his qildim. Ammo barchasi tugagach, qanchalik sodda ekanligimni angladim. Ta'sir qildi. Va bu menga qattiq ta'sir qildi. Xo'sh, nima deyishni bilmayman. Sen aytishing mumkin bo'lgan narsa yo'q. Butun vaqt men bu yerda o'tirdim, xuddiki sen meni yig'latding. Men bundan keyin uyg'onishingni bilardim. Butun vaqt davomida men shunchaki aytmoqchimanki, ammo sen hozirgina hammamiz boshidan kechiradigan haqiqatni ta'mini totding. Bu uzoqqa cho'ziladigan narsa emas. Bu haqiqat, birodarim. Siz o'tirgan bu stolda odamlarning eng kattasi ham, eng kichigi ham bo'lgan. O'ylab ko'ring, kitoblar yopilgan, amallar yopilgan, yaxshi va yomon amallar yopilgan. Tugadi. Boshqa hech qanday amal yo'q. Endi hammasi sizning qo'lingizda.
Men seni rahm shafqatingni xohlayman. Men seni rahm shafqatingni xohlayman. Va sen bizga aytgansanki, sen Rahman va Rahim zotsan. Va yana sen aytgansanki, iymon keltirganlar va yaxshi amal qilganlar sening rahmatingga munosib bo'ladi. Va sen shunchaki uning rahmatiga erishishni xohlaysan. Men o'zimcha o'yladim. Bu yerda bo'lgan qancha odamlar orqaga qaytib kela olishmadi. Va mana shu sen aytgan so'zlarni ular aytishgan bo'lar edi. Alloh taolo Qur'onda bizga aytadiki, Parvardigor, meni yana hayotga qaytar. Shoyat men yaxshi amal qilsam, orqaga qaytar meni. Va bu hozir sen aytgan so'zlarning o'zginasi. Bu men hech qachon unutmaydigan bir lahza edi.